Mana yana u insonsiz yangi tong otdi. Hammasi kechagidek esimda. Bu inson mening otam. Bilasizmi, ota deyilganda nima yodimga keladi? Har tong uyg'onganingda to'rda o'tirib, birga nonushta qilayotgan, nasihatini ayamayotgan inson gavdanadi. Bu hovli ko'p xotiralarni eslatadi. Tomorqa ishlarida dadam bilan birgalikda qilar edik. Mana bir pasda 6 yil ham o'tibdi. Koronavirus tufayli 2020-yil dadam bu olamni erta tark etdilar. Bugun ularning tug'ilgan kunlari. Hayot bo'lganlarida 62 yoshni qarshi olar edilar. Hali hamon o'rnlari juda bilinadi. Go'yoki yonimda ulkan suyanadigan tog' yo'qolib, ulkan bo'shliqda turgandek his qilaman. Otamni yo'qotib, ota qadrini anglab yetdim. Bu video barcha otalar haqida edi. Tirik bo'lsalar qadriga yeting. Bo'lmasalar eslab qo'ying.